Qolipni quloqdan qaysi eshitish apparatlari uchun olinadi? Hop, o'zi qolip nimaga olinadi? Sabab sizga apparat nutriushni suxoy apparati yasalganda shu qulog'ingizdagi qolipga qarab sizga mos keladigan apparat yasaladi. Uni hajmi kichkina bo'ladi. O'shanga moslab korpus yasalib, o'shanga qo'yiladi. To есть u quloqning ichida ko'rinmasdan turadi. Lekin uni kamchiligi bor. Apparat kichkina bo'lgani hisobiga uni imkoniyatlari chegaralangan bo'ladi. Qolipni yana olib vkladish yasaladi, individualniy vkladish. U nimaga? U quloqning ichida hamma oddiy zaушный suxoy apparatlarga universalniy vkladish taqilganda kimdirlarga bu tushishi, tushmasligi, razmer to'g'ri kelmasligi, bu narsa quloqning ortishi, shunaqani yonini olish uchun, quloqda yaxshi turishi uchun individualniy vkladish yasaladi. Qolip olinib, u qolipdan individual yasalanadi. O'sha faqat sizni o'sha o'ng qulog'ingiz bo'lsa, faqat o'ng qulog'ingizga tushadi. Chap bilan o'ng qulog'ingizga ham farqi bo'ladi.